Akam Rossiyada qurilishda ishlaydilar. 2025-yil dekabr oyidan beri 8 ming dollar pul yubordilar. Bundan tashqari 1 yil to'lmasdan oldin bir qarindoshimizga 2 ming dollar qarz berganlar. Menga, ya'ni ukalariga ham 10 ming 400 dollar qarz berganlariga 2-3 yil bo'ldi, lekin mening qarzdan qutulishga imkonim bo'lmayapti. Hozirda o'zlarining qo'llarida ham 2500 dollar atrofida pul bor, lekin bu mablag'ga hali 1 yil to'lmagan. Shulardan qaysi biridan zakot chiqaradilar? Shuningdek, akamning uyida bitta sigir, bitta novvos, taxminan 10 tadan oshiq qo'ylari va minib yurish uchun mashinalari bor. Iltimos shularni hisoblab bersangiz, Alloh taolo kuch-quvvat bersin, debdilar. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala xayri xalqi rasulillah, amma ba'd. Avvalo bu yerda birinchi zakot bermaydigan narsalardan boshlasam osonroq ekan. Haligi sigir sutini ichishlik uchun bo'lsa, mashina o'zlari bir ehtiyojlari uchun haydab yurishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, bulardan zakot chiqarilmaydi. Keyin o'sha yerdagi haligi novvos va qo'ylar dedilar. 10 ta qo'y va novvoslar, bular agar sotish uchun bo'ladigan bo'lsa, ular qo'shamiz. Hozir qolgan pullarni sanaymiz, o'shanga qo'shamiz. Agarda ular shunchaki bir anaqaga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'paytirishlikka, boshqa narsaga bo'ladigan bo'lsa, ular nisob yetmagani uchun ulardan zakot chiqarilmaydi. Endi ko'pincha odatda bu endi pul ko'paytirishga bo'ladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ulardan ham chiqariladi. Endi menimcha sigir endi o'z-o'zidan sog'ib sutidan foydalanish bo'lsa, bundan chiqarilmaydi. Xuddi mashinaga o'xshab. Endi bu ukalariga bergan qarzlariga 2 yilchadan oshib qopti. Demak, bu yil aylanishlik ham o'tib ketibdi. Bunga 20 ming qancha edi? 400 midi? Ukalariga bergan qarzi? Ukalar 10 ming 400. 10 ming 400 da. O'sha 10 ming 400 dan chiqaradilar zakot. Endi hozir chiqarsalar ham bo'ladi, keyin qo'lga olgandan keyin chiqarsalar ham bo'ladi, lekin baribir o'tgan yillar uchun chiqaradilar. O'shaning uchun hozir chiqarib olsalar ham bo'ladi. O'shandan chiqaradilar. Keyin qo'llarida yana 2,5 ming bor. Uni ham qo'shadilar shunga. Keyin yana 2 ming berib qo'ydilar-da, unga har 1 yil bo'lgani yo'q dedi. Akasigami kimgadir 2 ming berdi dedilar. Uni ham qo'shadilar. Keyin dekabr oyida 2025-yilda dekabr oyida 8 ming dedilarmi, qancha? 8 ming. 8 ming dollar yubordilar dedilar. Endi buni ham bunga 1 yil bo'lmagan yo'q, 1 yil to'lmadi degan narsaga ozgina urg'u beribdilar. Ya'ni odatda pulga 1 yil bo'lsa beramiz deymiz-ku, lekin bularda aslida 1 yil to'lgan nisob bor-da. O'shaning uchun bular o'rtalarida qo'shilgan pullarga yana yil o'tishini kutib o'tirmaydilar. Ya'ni uni ham chiqarib yuboradilar qo'shib. Demak, o'sha dekabrda yuborilgan 8 mingga ham, keyin yani ukalaridagi 10 ming 400 midi, o'shanga haligi 2 ming, 2,5 ming, o'sha hamma birovlardagi haqlariga ham, o'zlarining qo'llaridagi haqlarini ham hammasiga va qo'shimchasiga haligi hayvonlar ham agar savdo uchun bo'ladigan bo'lsa, ularni ham qo'shib turib 40 bo'lib 40dan birini chiqaradilar. Yoki foizda 2,5%ni zakot sifatida o'zini mustahiq, ya'ni haqdorlariga yetkazib beradilar inshaalloh. Shunda qolgan mollari o'zlariga halol bo'ladi. Vallohu ta'ala alam.